Peki, bizda jarayon ketyapti ekan. Dasturimiz ko'rinishi mana shunday holatda. Hozir 38-maktab misolida bu narsani ko'rib chiqyapmiz. Siz buni yangi holatda ochasiz. Ha? Yangi holatda ochganingizda mana maktabingizni nomini so'raydi. Misol uchun o'zingiz tumaningiz yoki bo'lmasa maktabingiz nomini yozib qo'yasiz. Masalan, 40-maktab. Ha? O'quv yili. Ha. Endi bir kundagi darslar miqdori. Agar sizda darslar soni 2 smena bo'ladigan bo'lsa maktabingiz, ilojingiz yo'q, sizni 6 soatdan 2 ta smena hisoblab 12 soat deysiz. Haftada necha kun o'qiysiz? 6 kun o'qiysiz. Mana kiritasiz. Ha? Endi mana bu yerda dars soatlari, tanaffuslari, hammasini kiritib chiqishingiz kerak mana. Necha soatda boshlanadi, tanaffus qancha, hammasini kiritib tayyorlab qo'yasiz. 6 soat qo'yasiz, bo'ldi mana bu yerda bir smen bo'lsa. Tushunarli? Buni bosganingizdan keyin mana bu oynaga kelasiz. Haligi narigi faylni ochib olaverayman endi. Xo'p, qayerda qoldingiz endi siz? Xo'p, mayda ochib olaman men. Sizlarda bu narsa borligi uchun nima qilmayapman? Mana tayyor shablon borligi uchun o'zini ochyapman. Sizlar mana shu jarayon kelishlaring uchun o'qituvchilarni kiritasizlar. Mana yangi o'qituvchi bor, masalan deylik kiramiz. Familiyasi misol uchun Komilov, Doniyor. Ha, birinchi marta kiritasizlar. Hammasini kiritasizlar. Qisqartmasi. Mana bu narsalar ja oshiqcha ham emas. Agar kiritamansiz, kiritib qo'ying. O'g'il bola, qiz bola, nagruzkasi, xolasiz kiriting, xolasiz kiritmang. Boshqa hech nima kiritishingiz shart emas. Agar chuqurlashaman desalar kiritinglar. Masalan, kabineti, qaysi kabinetda o'tiradi u? Постоянно o'zini kabineti. Rangini misol uchun yoki masalan aytdik kiradigan bo'lsangiz, qaysi sinfda rahbari u? Tanlab qo'yishingiz ham mumkin. Bu ixtiyor o'zingizda. Ya'ni har bitta o'qituvchini siz o'zingiz kirib turib, sinf rahbarini tanlab qo'yishingiz mumkin. Mana sinfda bu rahbar edi. Okey deb bosamiz. Mana endi siz mana Mirkomilov Doniyor uchun dars qaysi sinflarga kirishini kiritishingiz kerak mana. Новый урок deymiz. Qaysi fan? Masalan, ona tilidan kiradi u. Qaysi sinflarga kiradi? Sinflarga kiritib bo'lgansiz. Masalan deylik 6A ga kiradi. Butun sinfga kiradimi yoki yarim sinfga kiradimi? Tanlaysiz. Agar jismoniy tarbiya bo'lsa, o'g'il bolalarga kiradimi, qiz bolalarga kiradimi? Mana ko'rdilaringmi? Agar sinflar qo'shilgan bo'lsa, mana bu yerda qo'shilgan sinflardan ham tanlashingiz mumkin. Mana sinflarga kiradi. Ha. Endi bu asosan universitetlarda ishlatsangiz bo'ladi. Mana guruhlarga bitta ma'ruz o'tiladi deb turib qilib olsa bo'ladi. Lekin maktabda bu shart emas, bu bo'lim. Ha. Endi qaranglar. Darsi qancha? Keyin mana bu yerda e'tibor berasizlar. Mana bitta o'sha kirganda necha soat dars o'tishi. Uni tanlaysizlar. Masalan, bir haftada necha soat darsi bor? Masalan, 2 soat darsi bor. Mana bu yer bir hafta bo'lib, bir hafta bo'lmaydigan darslar uchun. A, B. Surat mahraj degani. Eslangda, qo'sin shu narsa. Mana bu narsani tanlaymiz. Mana 6A ga kiramiz. 2 soat darsim bor deyman. To'liq sinfga ona tilda mana okey deb bosdim mana. 6A ga ona tildan oldi. Ketdik. Xuddi shu o'qituvchi adabiyotdan ham 6A ga kirish kerak. Misol uchun butun sinfga deylik bu 4 soat haftasiga. Okey deb bosdim mana. Ko'ryapsiz? Chiqyapti mana. Sinfim chiqyapti. Rangim chiqyapti, o'zim tanlagan rang. O'qituvchining rangi. Endi masalan deylik, tarbiyadan ham kiradi deylik u 3-sinflarga misol uchun. Haftada 2 soat darsi bor. 3B ga. Deylik, endi shunaqa bir kuchli o'qituvchi ekanda, u ingliz tilida 11 11da masalan deylik, bitta gruppasiga kiradi ekan. Soat, masalan, haftasiga 2 soat darsi bo'lsin. Okey. Mana yarim gruppaga kiradigan ham bo'ldi. Mana qarang, birinchi gruppa turibdi. Keyin mana bu yerga e'tibor bersangiz, mana English bo'ldi, lekin yarimi bo'sh mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu to'liq
Bu yarim guruhga kirganligim uchun mana ikonkasida ham o'zgarish bor mana. Ha? Mana ha, endi boshqa o'qituvchi shuni yarim guruhga kiradi. Uni u guruhda ikkinchisiga kirib ketasizlar. Tushunarli bo'ldi, o'qituvchi kiritish mana kiritdim. Endi mana bu yerda mana chiqdim, Mirkomilov Doniyor chiqdi. Ha? Endi bu yerda mana рабочий время bor. Men рабочий времяda misol uchun unga aytishim mumkin. Deylik, shanba kuni umuman dars qo'ymay yoki menga juma kuni dars qo'ymagin desa, mana ikki marta sichqonchani bosyapman, xolos mana. Ko'rasizlar? X bo'ldi. Unda agar sig'masa qo'yib qo'yorgin degan narsa u. Mana bu holat programma o'zi avtomatik qo'yaveradi degani, ochiq degani. Mana bu holat bo'lsa, agar mabodo joy yetmasa qo'yaver degani. Mana bu programma avtomatik ravishda qo'ymagin degani. Endi deylik, chorshanba kuni 6-soat misol uchun bolamni suzishga olib borishim kerak. Shunga men dars qo'ymaslik kerak mana. Bekitib qo'yaman. Xohlasiz bittadan bekitasiz mana. Ko'ryapsizmi? Xohlagan joyingizni bekitasiz. Ha. O'zingiz ixtiyoringizda bu narsa bekitchingiz. Agar yo'q hammasi ochiq qolsin desiz, mana bunday qilib bekitib qo'yasiz. Masalan, deylik, chorshanbani ham menga dars qo'ymay yoki payshanba ham qo'ymay bozorga chiqaman siz, mana payshanba juma bek. Yoki shanba ham bek. Mana 3 kunga dars qo'ydingiz. Ha? Endi qarang, bu hozirmasligi misol tariqasida ko'rsatib beryapman bu narsani. Chunki men hozir o'zimda dars olsku, 10 soat darsim bor. 10 soat darsni menimcha sig'dirib olaradi bu yerga. Bemalol soat. Ha, mana okey deb bosdim. Ha, mana bu yerda mana rasm bilan, rang bilan ko'rsatib turadi. Yashil joylar sizga dars qo'yish mumkin bo'lgan joylar, qizil joylar sizga dars qo'yish mumkin bo'lmagan joylar. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu yerda fanlar mana. Qaysi fanlar kiritaverasiz mana. Keyin bu fanlarni ham рабочий время turib, fan bo'yicha masalan ona tili seshanba kuni umuman qo'ymasin. Chunki ular hali metod kun yig'ilishga boradi, boshqa va hokazo. Chegaralab qo'yaverasiz. Fan bo'yicha ham adabiyot mana kiradigan bo'lsangiz рабочий время mana bek. Deylik mana geometriyani ko'raylik. Geometriya mana dushanba kuni dam olar ekan. Ya'ni dushanba kuni ular o'sha metodik kun o'zlari rayondagi o'qituvchilar bilan yig'ilib masalalarni hal qilishadi. Rus tili seshanba kuni misol uchun, ya'ni mana ingliz tilini ko'raylik. Mana juma kuni bu. Xuddi shu bo'yicha siz cheklovlarni qo'yasiz. Ham bu yerda fan bo'yicha cheklov bor, ham o'qituvchi bo'yicha cheklov bor, ham sinf bo'yicha. Mana endi biz nimani ko'ramiz? Mana xonalar bo'yicha ham cheklov qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda sinflar bo'yicha mana. Masalan, 1 2 3 to'rlaringiz, mana 1 2 3 to'rlaringiz ertalab o'qiydi. Shanba kuni o'qish bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana ertalab o'qiydi. Mana 7-soatdan ikkinchi smen darslari yo'q va shanba bek mana. Rasmana shu yerga qarab qo'yadi. Mana 1 2 3 4 hammasini ko'rsalaring, mana chizmasi xuddi shu holatda mana turibdi. 5lar mana ertalab o'qiydi, obeddan keyin o'qiydi, mana qaranglar. Obeddan keyin o'qiydi. Masalan, bularni qanday qilishingiz mumkin? Xona yetmaydigan bo'lsa, shanba kuni obeddan keyin bekitib qo'yasiz. Ertalab qo'yaverasiz darsini. Shanba kuni boshlanishlar kelmaydi-yu, xona bo'sh bo'ladi. Mana shanba kuni ertalabga qo'yaver deysiz. Mana chizmada ham ko'rinib qoladi. Yuqori sinflar shanba kuni ertalabga qo'yaverasiz. Bo'ldi? Buni tushunlaring. Ana endi sizlar tuzib bo'lganlardan keyin mana bu yerda mana xuddi shunaqa bo'lib hamma fanlar qoladi. Siz bu yerda aynan shu nimani tuzishingiz uchun, rassiyani tuzishingiz uchun siz nima qilishingiz kerak endi? Bu yerda generatsiya qilishingiz kerak. Xo'p, mana test qilib ko'rishingiz ham mumkin, ya'ni tekshirib beradi. Yangi rassiyani tuzib berish mana menga shu kerak. Mana bosaman. Mana qaranglar, bizda elementlar bo'yicha beryapti. Mana sinf manaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deb. Chunki o'zgartirish kiritdik-ku biz. O'sha hisobiga ignorir qilib yuboradigan bo'lsak, mana da deydigan bo'lsa, topshiriqlarni o'sha bo'yicha nimani qo'yadi. Da deymiz. Xo'p, mana bu oyna ochiladi sizda. Rassiyani tuzish uchun, visokiy holatda turaversin. Nachat deysiz, mana. Nachatni bossangiz, mana bunday qilib rassiyani tuzib beradi. Rassiyalarni tuzda e'tibor beringlar, bajarmagan holatlari
3ta sig'maganini man pastga olib qo'ydim deyapti. Sababi men u setkada yo'q edim. O'zim qo'shganim hisobiga qaysidir darslar o'zgarib ketishi mumkin. Okey deb bosamiz. Sig'magan fanlarni mana ustiga kelsangiz pastda yozadi mana. 6 adabiyot sig'madi deyapti. Chunki men o'zim qo'shganligi uchun sig'madi. Keyingisi biologiya mana Nabijonova sig'mayapti 6taga. 6taga mana fizika ham sig'mayapti. Hozirmi? Endi nima qilaman? Mana bu yerdan 6taga boraman. Mana 6ta. Ko'ryapsizlar? Mana darslari. To'liq. To'liq. Chunki men o'zim ham darslarim bor-ku bu yerda. Ana endi misol uchun birorta mana bu yerda qaranglar 6tani ko'radigan bo'lsak, bo'linadigan fanlarni qarab qo'yaylik bir qator. Xo'p, bo'linadigan fanlar mana bu yerda qaranglar mana. Ingliz tili bilan informatika ko'ryapsizlar? Yarim inglizga kirayotgan, yarim informatika kiryapti. Shuni to'g'rilashimiz kerak. Demak, informatikani bu yoqqa olib turaman. Bitta bo'sh joyga informatikani qidiraman. Informatika ularda 1 soatmi? 1 soat xolosda 1 soat. Yo'q, yarim gruppasi bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Yarim gruppasi mana. Ko'rlaring? Mana. Mana ingliz tilini bu yoqqa olaman. Bu yerda darsi bor ekan mana. Qaranglar, har bitta o'qituvchini ushlaganlaringda mana hozir Akbarov Mahmudjon bor ekan, ingliz tili o'qituvchisi mana. Tanlasalaring, tepada mana bu yerda mana ko'rsatadi mana. Qayerga qo'yishingiz mumkin uni. Qizillar darsni qo'ya olmaydigan joylaringiz, yashillar qo'yadigan joylaringiz. Mana shu o'qituvchining qayerlarda darslari bor, qayerlari bo'sh. Akno. Yashil rangda ko'rsatib turadi. Demak, men uni 1-soatga qo'ya olmas ekanman. Sababi bu yer band ekan, darsi bor ekan qaysi sinfda. Demak, bu shu yerda turib tursin, buni tanlayman. Buni ham 2-soatga ola olmas ekanman, chunki bu yerda nima bor ekan? Darsi bor ekan. Demak, bularni joylashim kerak. Shuning uchun men nima qilaman? Boshqa fanlarni o'zgartirib ko'raman. Demak, mana matematikani olsam bo'lar ekan. Matematikani bu yerga qo'ysam bo'lar ekan. Mana bu yerga bo'sh ekan, mana qo'ydim. O'z-o'zida mana 2ta fan chiqib ketadi. Mana bu yerga tushirib qo'yaman. Endi mana ingliz tilini informatikani qo'yib ko'ramiz bu yerga. Mana informatika joylashdi. Informatika 1-guruh, informatika 2-guruh. Ingliz tilini olaman, yoqda darsi bor ekan, rus tili. Bo'sh ekan, bu yoqqa olsak bo'lar ekan. Mana rus tilini oldik. Ingliz tilini endi boshqa kunga qo'yib turaveramiz mana. Mana bu yerda ingliz tili buni sherigi bor mana. Mana. Bu yoqda yana dars bor ekan buni. Buni qo'yib turaylik. Qolamiz, mana bo'sh joy qo'yib turamiz. Bo'sh joy qo'yib turamiz. Endi mana bizda rus tilini sherigi kerak. Tepani qaraymiz, rus tili qayerdadir bor. 2-guruhning rus tilisi matematika, ona tili adabiyot, mana ekan rus tili. Olib kelamiz, bu yerda dars bor ekan, buni qo'yamiz. Qani 5Bdagi darsni olib qo'yamiz bu yoqqa mana. Mana shunday qilib siz darslarni joylaysiz, har bitta nimaligini, sinfnikini. Hozir bizda 6 oyda ko'paygan sabab men darslarimni tushib qo'yganda bu yerga mana. Men yo'q edim-ku. O'zimcha qo'shganim uchun bular darslari o'zi sig'mayapti hozir shundan so'ng. Mana endi mana bu geografiyani qaranglar. Mana 8-soat darsi yo'q ekan mana, ko'ryapsizmi? Bu yoqqa olsam, mana bu yerda turgan dars mana. Olsam, mana 8-soatga qo'ysam, qarang darsi qanaqa chiroyli bo'lib terilyapti mana. Mana geografiyani tanlasam ko'ryapsizmi? Mana 6, 7, 8, 9 darsi bor mana. Hech qanaqa aknosiz darsga kirib ketaveradi mana o'qituvchi. Jismoniy tarbiya mana olib kelib xohlagan joyga qo'yasiz. Demak, bu yoqlar yashil ekan mana. Mana shunday holatda, ya'ni siz o'qituvchini parallel qo'ya olmaysiz deganim sababi, agar mabodo shu o'qituvchining shu yerda darsi bo'lsa, sizga mana bunday oyna chiqadi. 7da dars bor, dushanba kuni deydi. Kiritilgan. Mana endi olsangiz, keyin mana keyingi qo'lingizga keyingi 7dagi dars ilashib qoladi. Qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa 7da past edi mana. Parallel umuman bo'lmaydi, qo'ya olmaysiz. Mana biologiya qo'ya olmaysiz, mana boshqa guruhdagi dars qo'liga ilashib qoladi. Agar bo'lmasa pastga tashlab qo'yadi mana bu yerga. Qaysi mana 5B, 5B mana oldingizmi, boshqa joyga qo'ya olmaysiz buni. Ko'ryapsizmi? Qo'ydirmaydi. Qayer yashil turgan bo'lsa, shu yerga qo'ya olasiz mana. 5B mana. Kimga darsi bo'lsa, o'sha qatorga qo'ya olasiz xolos. Ko'rdingizmi? Mana bo'shmi? Mana shu yerga qo'ya olaman. Ingliz tili tanlayman, mana bu yerga olib kelib qo'yaman.
Bu yerda rus tilini sherigi kerak ekan bizga. Rus tili qani endi buni sherigi? Mana bu yerda informatika bilan ingliz tili alohida bo'lib qolibdi. Shuning uchun mana bu informatikani bu yoqqa olishim kerak. İngliz tilini bu yoqqa olishim kerak. Ko'rdingizmi joylashishini? O'zi qo'lingizda shunday bajarib ketaverasiz. Mana bu yerda rus tili bor ekan, bu yoqqa olaman. Bunga tepaga ingliz tili qo'yishim kerak ekan. Demak, tepadagi ingliz tili qaysi bittasi bilan almashib qoldi bu. Qarab chiqamiz. İngliz tilini bitta sherigi yo'q hozir. Mana bu yerda ekan, mana. Undan olib bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Ko'rdingizmi? Tartib bilan qoladi bu. Hech qachon siz parallel qila olmaysiz hech qaysi sinfda. Fanlarda ham, o'qituvchini ham parallel qila olmaysiz. Mana olganingizda uni qayerga qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa tepada mana yashil qilib ko'rsatib turadi mana. Qo'yiladigan joylar. Qizilga qo'yaman desangiz, keyingi fan qo'lingizga ilashib qoladi. Yerda turgan fan. Mana bu yoqqa qo'ysangiz mana qoladi. Demak mana bu narsa. Oldingiz bu yoqqa qo'yaman desangiz, yerdagi turgan fan qo'lingizga ilashib qoladi. Ketaverasiz. Ko'rdingizmi? Mana. Endi pustoy joylarga siz vaqtincha qo'yib, mana bu X turgan joylarga vaqtincha qo'yib, tartiblab olishingiz uchun kerak bo'ladi. Mana bunday qilish. Endi alaykum assalom. Endi siz rastoniyat tuzib bo'ldingiz, hammasi joy-joyiga keldi sinflar, hamma fanlarni qo'yib bo'ldingiz, qarab chiqdingiz, birorta informatika bilan ingliz tili yoki rus tili bilan ingliz tili aralashib qolmadi. Bo'linishlar hammasi joy-joyiga keldi. Endi siz bularni qog'ozga chiqarib berishingiz kerak. Mana предварительный просмотр bossam, bu yerda mana birinchi A. Qanaqa darslari bor? Kimlar kiradi? Pastda mana ko'rsatib turibdi. Sinf rahbari kim? Nechida dars boshlanib, nechida tugaladi. Hamma darslari bor mana. Ko'ryapsizlar? Endi bu sinf bo'yicha. Keyingi sinf mana 1B, 2A ko'ryapsizlar? Sinf bo'yicha raspisiya bu. Endi mana bu yerdan kirib, o'qituvchi bo'yicha desa, mana o'qituvchilar bo'yicha raspisiya chiqadi. Endi maktab bo'yicha ham bormi? Maktab bo'yicha ham bor. Mana. Ko'rdilaring? O'qituvchilarga shuni olasizlar, pechat qilib berasizlar yoki bo'lmasa print screen bilan rasmga olib o'ziga tashlab berasizlar. O'ziga chiqarib olaveradi. Mana. O'zi ham ko'rib turadi mana. Dushanba kuni bitta kinosi bor ekan mana. Mana shuni jildirib bering desa, xo'p deysiz, ochasiz. 2B, 9A, 8Alarni o'zgartirib ko'rasiz. Mana misol uchun shuni qilib ko'raylik mana. Uchitel. Demak, Boybuvay va Gulsanam ekan. 2B'da, 9A'da, 8A'da darsi bor ekan. 8A, 9A'ni buyoqqa 3-soatga jildirib ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? 8A. Dushanba kuni mana rus tilisi bor ekan, ha? 3-soatga jildirishimiz kerak. 3-soatda jahon tarixi ekan. Jahon tarixini bu yoqqa olib turamiz. Boybuvay va mana olamiz. Bu yerda dars yo'q, mana qo'yamiz. Bu o'qituvchini ham ko'ramiz. Mana Mirzayev Sayfullo tanlaymiz. Demak, bu yoqda bo'sh. Mana olamiz, qo'yamiz. Buni mana keyin maktab kelib qo'yamiz. Ana endi ko'radigan bo'lsak, To'lanboy va Shahlo, Ibrohim va Sarnos, mana qani endi mana Boybuvay va ko'rlaring, akno yo'qoldi. Mana chiroyli qilib tartiblab berdingiz. Nima? U tarixniki mana turibdi, hozir chiqadi. Tarix o'qituvchisi kim edi? Mahmudova Anorxon ekan. Yo'q, unikini ham ko'ramiz. Mahmudova Anorxonni ko'ramiz mana hozir. Mana. Demak, mana bu yerda 1-2 darsi bor ekan, keyin 6-soat darsi bor ekan. 8da. Seshanba kuni 1 soat 8bda darsi bor ekan. Payshanba kuni darsi bor ekan. Xullas, darslar chaylib ketibdi. Buni to'g'rilashimiz kerak. Demak, biz qiladigan ishimiz qaranglar. 11-8 darslar mana bu yerga olsak bo'lar ekan. Mana bu ikkalasi mana bu yerga olsak, 8bni ham bu yoqqa tushirsak, 8ani ham tushirsak bo'lar ekan. O'shanda 1, 2, 3, 4 bo'lib, mana bu bilan 5 bo'lar ekan. 5 soat mana nimaga jumaga tushirsak bo'lar ekan. Mahmudova Anorxonni. 2 kun emas bo'shab qolar ekan. 2 kun emas, 3 kun bo'shaydi. Dushanba, seshanba, payshanba bo'shaydi. Xolasangiz manlardan tartiblab berasiz. Mana ikkinchi smenalar bir kunga olsangiz, mana 7da, 7A kellarda mana shu Anorxonni bitta sizlarga hozir life hack qilib ko'rsatamiz. Demak, chorshanbaga terishimiz kerak bu darslarni. 11A'da, 8Dda 11A'ni ko'ramiz. Tarix. Jahon tarixi.
Buni olishimiz kerak. Bu yoqqa. Keyin yana qaysida bor edi? 8 D da ham bor ekan. Dushanba kuni keyin 8 A da ham bor ekan. Seshanba kuni yana kimda bor edi? Bunda bor edi. Mana olamiz. Oldik. Endi shuni biz chorshanbaga teraverishimiz kerak, to'g'rimi? Hop, endi fanlarni olamiz. Mana 11 ga kiramiz. Chorshanba kuni qarang, 6-soat darsi bo'sh ekan mana. Nima kelib qo'yib qo'yaman mana. Keyingisi 8B ekan. O'shamiz 8B ni mana qatorni ko'ramiz. 8B demak bu yerda band ekan, demak bu yerga qo'yamiz. 8B ni boshqa ochiq joyini ko'rishimiz kerak. 8B. Xo'p, mana bu yerda joy bor ekan, mana qo'yamiz. Shanba kuni 6-soat 8 da ekan. Mana bu yerga qo'yamiz. Matematika pastga tashlab qo'yamiz. Keyingisi. Xo'p, 8A ekan. 8A da bo'sh joy. Demak, mana bu yerda bor ekan. Mana kimyoni olib qo'yamiz. Chunki bizga onaxon kerak yo'q. Keyingisi mana qo'ydik. 8D ekan bu. Mana bu yerga qo'ysak yaxshi ekan. Mana olib qo'ydik. Mana endi qani ko'radigan bo'lsak. Mahmudova. Demakga tashlaymiz. Mahmudova. Navetga tashlaymiz. Bitta birinchi soat darsi bor ekan, uni olamiz. Ana endi darsdan ko'raylik shu o'qituvchini. Mana 10 soat mana bir kunga 10 soat mana. Ha, abed qilib oladi. Abed qilib olgandan keyin hayyara deydi, uraveradi qolgan. Ko'ryapsizlarmi? Tushunarli bo'ldi? Mana shunday holatda sizlar